Dekret pullarini to'lab berish tartibi o'zgargandan keyin juda ham ko'plab savollar tug'ilmoqda. Mana shu savollarga qisqa, lo'nda hamda normativ asos bilan javob berib o'tishga harakat qilaman. Demak, dekret ta'tili, dekret o'zi nima degani? Bu Mehnat kodeksining 404-moddasidagi homiladorlik va tug'ish ta'tili dekret hisoblanadi. Ya'ni ayollarga tug'ruqgacha 70 kalendar kun, tug'ruqdan so'ng esa 56 kalendar kun dekret ta'tili beriladi. Agar tug'ish qiyin kechgan yoki 2 yoki undan ortiq bola tug'ilgan yoki operatsiya yo'li bilan bola olingan bo'lsa, yana 14 kunlik qo'shimcha dekret ta'tili beriladi. Bu holatda 14 kun uchun ham albatta dekret pullari to'lab beriladi. Yangi tartib qanaqa deydigan bo'lsak, yangi tartib 2026-yil 1-yanvardan boshlab kuchga kirdi. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 17-dekabrdagi 796-sonli qarorining 4-ilovasi mana shu yangi tartibni, ya'ni yangi dekret pulini to'lab berishni tartibga soladi. Avval bilsanglar, dekret pulini ish beruvchi to'lab berar edi, ya'ni xodimlariga, barchaga ish beruvchi to'lab berardi. Endi 2026-yil 1-yanvardan boshlab dekret pullari davlat ijtimoiy sug'urtasi tomonidan barchaga to'lab berib kelinmoqda. Tartibi ham biroz o'zgargan. Ya'ni bugungi kunda qancha ko'p sug'urta stajiga ega bo'ladigan bo'lsangiz, mana shunga qarab sizga dekret pullari ko'proq chiqishi mumkin. Ya'ni qanaqa, agarda siz 10 oydan 24 oygacha sug'urta stajiga ega bo'ladigan bo'lsangiz, bu holatda sizga 75% miqdorida to'lab beriladi. Agarda 25 oydan 60 oygacha sug'urta stajiga ega bo'ladigan bo'lsangiz, sizga 85% miqdorida. Agarda 61 oy va undan yuqori sug'urta stajiga ega bo'ladigan bo'lsangiz, sizga bu holatda 100% miqdorida dekret pullari to'lab beriladi. Bundan tashqari, dekretni eng yuqori chegarasi ham belgilab qo'yildi. Ya'ni masalan 15 million so'm oylik oladigan ayol xodimning ham dekreti maksimal chegaradan o'tmaydi. Ya'ni 12 million 710 ming so'm. Ya'ni bugungi kunda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorini, ya'ni 1,271 ming so'mni 10 barobardan oshiq dekret pullari to'lab berilmaydi. Eng maksimal chegarasi mana shu 12 million 710 ming so'mdan hisoblab dekret pullari to'lab beriladi. Ya'ni bu haqida alohida kanalda ham video chiqqan, ya'ni eng ko'p dekret puli qancha ekanligi haqida. Mana shunga o'xshash dekret masalasi bo'yicha qanaqa o'zingizlarda savollar bo'ladigan bo'lsa, hammasini izohlarda yozib qoldirsanglar bo'ladi. Barchasiga batafsil, aniq hamda normativ huquqiy hujjatlarga asoslangan holatda javob beriladi. Ushbu videoni ko'proq yaqinlarga yuborib qo'ying hamda savollaringiz bo'lsa bemalol yozib qoldiring. Rahmat hammaga.